Bugungi kunda sizlar bilan gaplashadigan masala bu bevosita kiber jinoyatlar xususida va ulardan himoyalanish yo'llari xususida. Ta'kidlash joizki, 21-asr bu axborot asri, bunga hech qanday shak shubha yo'q, lekin bu axborotni bugungi kunda raqamli formatda o'sha iste'molga chiqib ketishi, ya'ni kiber makonda, ya'ni raqamli muhitda bu axborotlarni o'sha iste'molga bo'lgan talabni ortib ketishi o'z navbatida soha bo'yicha kiber jinoyatlarni ortishiga sabab bo'ldi. Demak, bu holat bugungi kunda o'sha xunuk muoza qiluvchi organlarni bir qator tashvishga solib qo'yapti. Sababki fuqarolar tomonidan juda ko'p holatlarda aynan o'sha kiber jinoyatlar natijasida zarar ko'rgan fuqarolar, ya'ni bu yoshlar yoki bo'lmasam qariya kishilarimiz, ayollarimiz yoki bo'lmasam turli xil o'sha ish joyida ishlayotgan turli xil xodimlar bevosita buni jabrlanuvchisiga aylanib qolyapti va bu o'z navbatida boshqa turdagi, ya'ni an'anaviy jinoyatlarga qaraganda ancha nima qilib ketyapti, oshib ketyapti. Demak, tahlilga agarda e'tibor qaratilgan bo'lsak, birgina mana Toshkent shahrida biz o'sha prezidentimizni 2025-yil o'sha 3-yanvardagi PQ 1-sonli qarori doirasida biz Toshkent shahrida ayrim hududlarni o'rgandik. Demak, agar e'tibor beriladigan bo'lsa, birgina o'sha o'g'irlik jinoyatining o'zi 2,6 barobar oshib ketgan. Ya'ni bu faqatgina kiber makondagi jinoyatlar an'anaviy o'g'irlik jinoyatlariga nisbatan oshib ketgan holat. Va bu holatlar boshqa turdagi jinoyatlarda ham o'sha kuzatilyapti va bu o'z navbatida nima keltirib chiqaradi? Bu turdagi jinoyatlarni oldini olish bo'yicha bevosita birinchi navbatda o'sha huquq savodxonligini oshirish, kiber gigiyenani o'sha joylarda yoki bo'lmasa hududlarda bu narsalarda tushuntirish fuqarolarga va bu bilan bog'liq bo'lgan profilaktik choralarni kuchaytirishni nazarda tutadi. Demak, bugun kiber jinoyatlar deganda o'zi aslida nima tushuniladi? Birinchi navbatda kiber jinoyatlar deyilgan paytda o'sha raqamli texnologiyalar yoki kompyuter elementda ishtirok etgan har qanday turdagi jinoyatlarni biz kiber jinoyatlar sifatida qabul qilsak bo'ladi. Va bu jinoyatlar an'anaviy jinoyatlardan farqli ravishda, ya'ni kiber makonda sodir etiladi va bu masofadan turib sodir etilganligi bilan ham xavfli va vaqt tanlamaganligi bilan xavfli va keltirib chiqaradigan oqibatlarni o'sha juda ham katta hajmda ekanligi bilan ham xavfli sanaladi. Endi bundan oldini olish uchun oldin bu qanday sodir etiladi degan savolga javob berish kerak. Birinchi navbatda kiber jinoyatlarni sodir etish usullari turli xil. Misol uchun, masofadan turib qonunga xilof ravishda o'sha sizni axborot tizimingizga kirishi mumkin yoki bo'lmasam zararli dasturlardan foydalanishi mumkin yoki bo'lmasam siz uzatayotgan axborotlarni muayyan bir uchinchi shaxs, siz misol uchun qo'shningiz yoki bo'lmasam yaqin qarindoshingiz uzatyapsiz, o'sha uchinchi shaxs uni masofadan turib nima qilib olishi mumkin? O'sha ushlab olishi mumkin yoki bo'lmasam turli xil boshqa o'sha phishing usullarida, ya'ni o'sha ijtimoiy psixologik usullardan foydalanishi mumkin. Demak, mana bu holatda siz o'sha buni oldini olish uchun nima qilishingiz mumkin? Birinchi navbatda har qanday, men aytgan bo'lardimki, har qanday ortiqcha qiziqishdan, ya'ni kiber makondagi har qanday ortiqcha qiziqishlardan voz kechish kerak. Nega? Sababki shunaqangi firibgarlar shunaqangi yo'l tutishadiki, sizni qiziqishlaringizni qaysi tomonga qarab siz borligini, qaysi tomonda sizni qiziqishlaringiz borligini ular yaxshi bilishadi, chunki siz kirayotgan o'sha turli xil saytlar, turli xil o'sha hududlarga har kuni misol uchun yuzlab misol uchun o'sha manbalarga murojaat qilasiz va ular sizni shunchaki trafikingizni tahlil qilish orqali nima qilib olishi mumkin, aniqlab olishi mumkin va o'sha joylarga tuzoq qo'yishi mumkin. Demak, bu hujumlar misol uchun mana oddiy Telegramda hisobidan olaylik-da. Telegramda shunday holatlar bo'lyaptiki, bugun o'sha qanaqadir bir qarindoshlar guruhi, qanaqadir misol uchun kursdoshlar guruhi, misol uchun mana yaqinda bir holat bo'lyapti, o'sha katta yoshdagi inson o'zini kursdoshlari bilan nimasida o'sha Telegram guruhida doimiy ravishda o'sha xabarlashib boradi va bu orqali unga bir o'sha Telegramdagi guruhlardan o'sha o'zini kursdoshlaridan bir xabarlar kelyapti. Bu xabarlar ichida o'sha zararli dasturlarni nima qilgan, o'zida jamlagan. Va bu ham o'sha keyinchalik nimaga olib keladi? Shu joydagi nima fuqarolarni yoki o'sha misol uchun Telegram guruhida qancha qatnashchi bo'ladigan bo'lsa, ularni shu dastur bilan zararlanishiga va ularni boyagi shaxsiy ma'lumotlarini noqonuniy tarzda nima qilib ketishiga, chiqib ketishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam yana qanaqangi holatlar bo'lishi mumkin? Misol uchun olib qaraydigan bo'lsak, o'sha mana oddiygina kecha bir Toshkent shahrining bir tumanida shunday holat kuzatilyapti. Yo'lovchini olib ketayotgan haydovchi, yo'lovchi o'sha bagajini tushirgan paytda, ya'ni bagajini anaqa qilib tushirib berishini so'ragan paytda boyagi shofyor uni bagajga narsani ortib beryapti, lekin shu vaqt o'zida boyagi yo'lovchi uni bardacho'gidan pasportini olib, pasportiga o'sha
kredit rasmiylashtirib yuboryapti. Demak, mana bunaqangi holatlar. Demak, bu yerda o'sha albatta bu yerda o'ziga yarasha bir hushyorlikni oshirish kerak, o'ziga yarasha bir o'sha kiber madaniyatdan foydalanish bo'yicha bir nima deydi, malakani, bilimlarimizni oshirishimiz kerak va o'z navbatda bu bizda ertangi xavfsizlikni ta'minlashning yagona bir nimasi bo'ladi, chorasi bo'ladi. Nega? Sababki bu hududda bu jinoyatlarni oldini olish bo'yicha bevosita hudud muhofaza qiluvchi organlar bu haqida xabar bermasligi, xabar topa olmasligi mumkin. Ya'ni siz buni bevosita jinoyatchini nimasi bo'lasiz, jabrlanuvchisi bo'lasiz, lekin bu haqda agar siz o'sha xabar o'z vaqtida xabar bergan taqdiringizda ham, lekin misol uchun o'sha jinoyat sodir etib bo'lingan va jinoyat izlari allaqachon yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. Sababki bu jinoyatlar ba'zi holatlarda o'sha aytilgandek, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, demak boshqa hududlarda, ya'ni masofadan turib boshqa davlatlar hududidan nima qilinadi, sodir etiladi va bu ba'zan o'sha huquqiy munosabatlarda, huquqiy o'sha ta'sir choralarini qo'llash bilan bog'liq bo'lgan yoki bo'lmasa muayyan bir yurisdiksiya bilan bog'liq bo'lgan nimalarni, o'sha muammolarni keltirib chiqaradi va bu o'sha yetkazilgan zararni qoplanmasligi yoki bo'lmasa o'sha jinoyat ishini ochirish masalasini keyinga surilib ketib qolishiga, holatlarga olib kelishi mumkin. Albatta, bu turdagi jinoyatlar bo'yicha ko'p gapirish mumkin, ya'ni o'sha hududdagi asosan o'sha jinoyatchilik holatlari bo'yicha, lekin har qanday holatda ham birinchi navbatda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan masala bu o'zimizni himoyalanishimiz masalasi. Ya'ni siz agarda bu soha bo'yicha, ya'ni o'sha kiber dunyodagi o'sha kiber makondagi munosabatlar bo'yicha, ya'ni hushyorlikni, avvalo hushyorlik kerak bo'ladi. O'sha hushyorlikni nima deydi, saqlasangiz, ya'ni hushyor holatda tursangiz, o'ylaymanki birinchi navbatda bu o'sha jinoyatchilikka qarshi kurashlik birinchi qadam bo'ladi. Va keyingi masala har qanday turdagi saytlarga tashrif buyurishni nima qilish, o'sha cheklash yoki bo'lmasa mana oddiy yo'nal holat bor. Masalan, farzandlarimizga telefonlarimizni berib qo'yamiz va ular internetda qaysi saytlardan qanaqangi ma'lumotlar yuklab olayotganiga, qanaqa o'yinlar yuklab olayotgan holatlarni misol uchun biz e'tibor qaratmaymiz. Lekin aksariyat holatlarda bu zarar dasturlar orqali ham nima qilish mumkin? O'sha jinoyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Nega? Chunki o'sha o'yin programmalari ichida zararli ilovalar ham bo'ladi. Va bu zararli ilovalar o'shani yozgan odamlarga sizni nimaga, o'sha telefon qurilmangizga masofadan turib kirish huquqini ham berishi mumkin. Va bu ham keyinchalik sizni kuzatish yoki sizga oid bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, nomingizga turli xil kreditlar rasmiylashtirish yoki har qanday boshqa turdagi jinoyatlarni o'sha sizni nomingizdan sodir etish imkoniyatini berib qo'yadi. Va albatta bu masalaga ham e'tibor berish kerak. Keyingi masala bu ijtimoiy phishinglar, ijtimoiy muhandislik holatlari, ya'ni o'sha o'zini xodim sifatida tanishtirib yoki bo'lmasa muayyan bir organizatsiyani o'sha mutaxassis sifatida tanishtirib, sizdan o'sha o'zingizning tilingizdan nima qilib olishga harakat qiladi, o'sha ma'lumotlarni olib va shu orqali sizni nomingizdagi pul mablag'ini yechib olishga harakat qiladi. Bunday holatlarda albatta zudlik bilan bu o'sha nima aloqani uzish va bevosita o'sha agarda nima deydi, plastik kartalari nima deydi, onlayn ulangan bo'lsa, albatta bularni nima qilish, SMS xabarnomalarini o'chirib qo'yish muayyan bir muddatga yoki SMS xabarnomalarini umuman o'chirib qo'yish masalasi. Bu ham o'sha bir yechim bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha muayyan bir turdagi o'sha moliyaviy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun nima qilish, o'sha boshqa turdagi o'sha qurilmalardan foydalanish va bu qurilmalarga iloji boricha o'sha internetga kirmaslik yoki bo'lmasam internet ilovalari bilan ishlamaslik bu qurilmada. Faqat o'sha nima deydi, kashlyok sifatida bu qurilmadan foydalanish masalasi ham bu ham o'sha jinoyatlarni oldini olishga xizmat qiladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Hozircha aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat. Sog' bo'linglar.